Eron Islom Respublikasi Xitoydan kemalarga qarshi mo'ljallangan tovushdan tez uchuvchi qanotli raketalarni sotib olish bo'yicha kelishuvni yakunlamoqda. Bu haqda muzokaralar jarayonidan xabardor bo'lgan 6 nafar manbaga tayanib Reuters xabar berdi. Ushbu kelishuv AQSh Eron qirg'oqlari yaqinida yirik dengiz flotini joylashtirgan va Islom Respublikasiga ehtimoliy zarbalar berishga tayyorlanayotgan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Xitoyda ishlab chiqarilgan CM-302 raketalarini sotib olish bo'yicha kelishuv deyarli yakunlangan. Biroq yetkazib berish muddati hali aniqlanmagan. Ekspertlarning fikricha ushbu qurollarning Eronga o'tishi mintaqadagi harbiy vaziyatni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Sotib olinishi rejalashtirilayotgan raketalar taxminan 290 km mas. Isroilning Milliy xavfsizlik tadqiqotlari instituti katta ilmiy xodimi Danni Strinovichning ta'kidlashicha, ushbu raketalarni tutib olish o'ta mushkul va ular AQSh harbiy kemalari uchun jiddiy xavf. Jumladan, USS Abraham Lincoln va USS Gerald R. Ford aviatashuvchilari mintaqa tomon harakatlanmoqda. Ushbu ikki kema o'z bag'riga jami 5000 dan ortiq xodim va 150 ta samolyotni sig'dira oladi. Tramp 19 fevral kuni Eronga o'z yadro dasturi bo'yicha kelishuvga erishishi uchun 10 kun muhlat bergan edi. Aks holda harbiy chora ko'rilishi